Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Oqartiruvchi seriyamizni ishlatish tartibini ketma-ketligini aytib o'tib bermoqchiman. Mitsellarka vodamizda, ya'ni guruchli suvimizda yuzda artib paxta diskida artiladi. Penkada yuviladi. Chuqur tozalovchilarimiz mana peeling, scrub, peel off packimiz va wash off packimiz bor. Yuz turi tipiga qarab tanlab beriladi. O'sha penkada yuvilgan yuzda quruq yuzga peeling, yog'li yuzlarga skrab beriladi. Yog'li yuzda demak nam yuzga skrabni ishlatiladi. Nam yuzga wash off pack ishlatiladi, glina. Bu shu tonikdan keyin ishlatiladigan chuqur tozalovchimiz. Penkada yuvilib, no'xatni chiqarib, penkada yuvilib, ortidan tonik beriladi. Tonik qurimasdan siviritkamiz, ya'ni essensiyamizni muammoli joylarga tomchilatib qo'yib, ishqilab singdirib yuboriladi va ortidan losyon surtiladi. Losyondan keyin nomsiz barmoq bilan vokruq glazamiz ishlatiladi, qizlar. Vokruq glazalarimiz nomsiz barmoq bilan tashqi burchakdan ichki burchakka qaratib yo'naltiriladi va tepa qovoqlarga yuqini surtiladi, ichkaridan tashqari tarafga tomon yo'naltiriladi va oxirida kremimizni faqatgina muammoli joyga, ya'ni dog'larimiz ustiga surtiladi. Keyin dog'lar уже ocharishda boshlaganda hamma yuzni qismiga faqat ko'z atrofiga ishlatilmaydi. Tonik, losyon va krem ko'z atrofiga ishlatilmaydi. Ko'z atrofiga mana o'zini maxsus kremchasi bor. Har kuni 2 mahal xuddi shu yo'nalishda, tartibda ishlatiladi. Ertalab shu oxirgi mana shu kremidan keyin quyosh himoya surtib, yarim soatdan keyin, 40 minutdan keyin ko'chaga chiqish mumkin. Kech payt esa xuddi shu tartibda ishlatib, 1 soatdan keyin yotiladi. Soat 8 da chuqur tozalovchilarimiz qilinsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi va 1 soatdan keyin uyquga ketish mumkin. Sog' bo'linglar.